Qarang, mana shu oyatni hayotingiz uchun qoida qilib oling. Har doim, har holatda, har qiynalganingizda shu oyatni o'qing va uni tadabbur qilib ko'ring. Qarang. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ko'ryapsizmi? Shart. Va man yattaqillah. Kim Allohdan taqvo qilsa, kim Allohga taqvo qilsa, ya'ni harom narsalardan tiyilsa, Allohning buyruqlariga amal qilsa, shart topildimi? Shart qilindimi? Yaj'al lahu makhraja. Alloh taolo unga chiqish yo'lini qilib beradi. Har qanday problemadan, har qanday muammodan siz chiqib ketasiz. Har qanday. Masalan, hech haromdan qutula olmayapsiz. Allohga taqvo qiling, Alloh sizga halol eshigini ochadi. Turmush tarzida siz qiynalyapsiz. Allohga taqvo qiling, shu joyda sizni muammoingizni Alloh hal qilib beradi. Bu qoida. Shart bor va javob bor. Ammo shart bo'lmasa, Allohga taqvo bo'lmasa, u endi yaj'allahu makhraja bo'lmaydi. Biroz qiyin bo'ladi. Ko'proq Allohga tavba qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun birodar, shu oyatni hayotingiz uchun ajralmas bir qismga aylantiring.